Musoga qilingan murojaatda aytilgan: Ey Muso, cho'kayotgan Fir'avn baqirib seni chaqirayotganini eshitdingmi? Ha, ya Alloh, eshitdim. Musoning javobi Allohni qoniqtirmadi. Ey Muso, seni chaqirdi, lekin nega javob qaytarmaganingni tushundingmi? Muso alayhissalom jim bo'lib qoldi. Eshit, men senga aytaman, nega uning chaqirishlariga javob bermaganingni? Ey Muso, ha Allohim. Chunki uni sen yaratmaganing uchun. Ya Alloh deb bir marta chaqirganida, 3 marta bo'lmasa ham ey Muso, men uni qutqargan bo'lardim. Senga buyruq berardim uni cho'ktirmaslikni, meni chaqirganida.